Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugungi sana xudo xohlasa 31 dekabr 2025-yil 26 ga o'tish arafasidamiz. Soatimiz Toshkent um, soati bo'yicha 2:32 bo'libdi. Bugun sizlar bilan mana ko'rib turganingizdek listening qismiga iloji boricha urg'u beramiz bugun. Listening qismini, yemini, pardon qismini ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Qanaqa qilib qilsa bo'ladi? Biz nimalardan foydalansak bo'ladi? Guessing degan narsalar borda bizada o'rtoqlar. O'sha qanaqa strukturalardan foydalansak bo'ladi va o'sha struktura deyolmaymizku, buni asosan nima deyishimiz mumkin? Tiplar deylik, tiplar yana qanaqa tiplar bor bizda listeningda ishlata oladigan va bizga yaxshiroq balga olib chiqib beradigan tiplar o'rtoqlar. Bitta narsaga e'tibor beringlar o'rtoqlar, bitta narsaga e'tibor beringlar. Agar sizlarda hali yetarlicha general English yaxshi bo'lmasa, umumiy ma'no ingliz tilida umumiy bir tushunchangiz bo'lmasa o'rtoqlar, sizni baland topish imkoniyati 50-50 bo'ladi. Ya'ni siz agar misol uchun to'g'ri topsangiz ham u narsani siz 100% tushunib olasiz, siz u narsani shunchaki tavakkal qilib topib qo'ygan bo'lasiz, tushunasizmi? Shuning uchun iloji boricha birinchi o'rinda o'rtoqlar har doim siz listeningda zo'r ball olishingiz uchun o'rtoqlar, listening bizada listening bilan reading o'rtoqlar bizada hech qanaqa bir nima deydi bir ya'ni listening va reading qismimiz o'sha ma'lum bir skilllarimizni tekshirishdan tashqari bizani vocablarimizni ham tekshiradi o'rtoqlar ular. Vocabulary'miz agar zo'r bo'lsa, bundan siz bemalol topsangiz bo'ladi 40 tadan 40 ta. Lug'atingiz agar yaxshi bo'lsa-da, endi bundan tashqari bizga qolgan narsalar ham ishlaydi albatta. Misol uchun, bizada bor logika ancha katta rol o'ynaydi. Vocabulary'lar ancha katta rol o'ynaydi. Vocabulary qismida ayniqsa sizda sinonimlar, bundan tashqari antonimlar ular katta rol o'ynaydi. Tushunasizmi? Shunaqa narsalarni bilishimiz kerak-da. Keyin undan tashqari yana bizada aytiladi, emphasis ham bo'ladi. Emphasis degani urg'u degani o'rtoqlar. Ya'ni ma'lum bir joylarda urg'ular beriladi. O'sha urg'ularni ham bilishimiz kerak. Biz qanaqa qilib e'tibor berishimiz kerak. O'sha narsadan hozir bitta ko'rib chiqamiz sizlardan o'rtoqlar. Unaqa qiyin emas. Lekin baribir sizlardan yana bitta narsa o'rtoqlar, mana shu listening misol uchun bizada bo'lsa, bu narsani siz просто yechib tashlab keyingisiga o'tib keta olmaysizda, tushunasizmi? Bu полностью yechasiz, и undan tashqari tahlillarni ham qilasiz. Tahlil mobaynida siz imunda mana shu lug'atlariga e'tibor berasiz o'rtoqlar. Mana sinonimlar o'rganasiz, antonimlar o'rganasiz. Qanaqa qilib urg'u beryapti, o'sha narsalarni o'rganib chiqishingiz kerak, tushunasizmi? Logika qanaqa ishlatamiz? Logika asosan bunda endi kerak bo'ladi, полностью to'liq olib qarasa, lekin asosan bular keyingi partlarda ancha katta yordam beradi. Ayniqsa readingda ham juda katta rol o'ynaydi logika. O'zi boshladik o'rtoqlar. Tak. Birinchi hozir qiladigan narsamiz sizlar bilan listening part 1. Xo'p, guys, listening part 1 qismida guys. Birinchi yaxshilab o'qib olingda, ozgina taxmin qilib ko'ring o'rtoqlar. Taxmin qilib ko'ring. Guessing degan narsa bizda juda katta rol o'ynaydi. Guess bor-ku, guess qilish. Javoblarni topib qo'yishingiz ham bo'ladi. Mana shularni eshitib bor-ku, yaxshilab taxmin qilsangiz, chiroyli qilib mana shu logikangizni yaxshi ishlata olsangiz o'rtoqlar, javobni topsangiz bo'ladi. Yo bo'lmasa o'shanga yaqin bir javobni qidirib уже topib qo'ygan bo'lasiz siz, tushunasizmi? Ozgina yaxshilab ishlatsangiz. Nima deydi? Kallani yaxshilab ishlatsangiz topsa bo'ladi. Ancha qiyin emas. Xullas, bitta bizada one word endor number ekan. Bo'lmasa boshladik. Xo'p, nima haqida ligini aytmabdi? Shuni menimcha qanaqadir bir application to'ldiramiz. Shu name of restaurant, restoranni namelari mana 3 ta restoran berar ekan. 3-chisini otini yozmabdi. Demak, biz buni topishimiz kerak. Keyin lokatsiyasi, u qayerda joylashgani, undan tashqari reason for recommendation ekan. Ya'ni nimaga u narsa taklif qilinayotgani
sabablarini aytadi. Misol uchun ovqati yaxshi bo'lishi mumkin yoki atmosferasi zo'r bo'lishi mumkin, musiqasi bo'lishi mumkin, ya bilmadim, shunga o'xshaydi. Va undan tashqari boshqa kommentlar, qo'shimcha kommentlar. Bu yaxshi bo'lishi mumkin kommentimiz yoki yomon bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? Shu narsalarga e'tibor berasiz. Xo'p, Junction, Paloma va nimadir restoranlari. Xo'p, Junction restoranidan boshlasak, lokatsiyasi Grey Streetda, stationning yonida ekan. Keyingisi. Va bu narsani nimaga taklif qilyapti bu narsani? Bu good for people who are especially keen on nimadir, o'rtoqlar, qarang. Bu yaxshi ekan odamlar uchun kimki juda ham nimadirni yoqtiradigan, tushunasiz? Nimadirni yoqtiradigan. Nimadir degan ovqatda nazarda tutyapti-da. Bu menimcha qanaqadir bir vegetarian dish bo'lishi mumkin. Yoki bilmayman ovqat turlari ham fish bo'lishi mumkin, fish bo'lishi mumkin. Lekin vegetarian menimcha to'g'ri kelmaydi, chunki vegetarian o'zi kelmaydi-da, bizda vegetarian dish bo'lib kelishi mumkin, vegetarian meals bo'lishi mumkin. Lekin bizda one word deyapti, qarang, one word. Shuning uchun menimcha fish bo'lsa kerak. Именно fishni yaxshi ko'radigan odamlar uchun bu narsa yaxshi edi. Endi bilmadim-da. Yana nima bo'lishi mumkin fishdan tashqari? Restoranda sweets bo'lishi mumkinmi? Sweets, shirinliklar. Restoranda shirinlik. Bilmadim endi. Shu o'rtoqlar, ya'ni ovqatni nazarda tutyapti. Menimcha bu katta ehtimol ovqatni taxmin qilaman-da, tushunasizmi? Keyingisi. Quite expensive ekan. Endi boshqa kommentni aytyapti-da. Quite expensive. Ya'ni bizda juda ham expensive deyapti. Quite expensive ga sinonimlar aytadi. O'shani aytgandan keyin yozib qo'yamiz. Keyingisi. The nimadir is a good place for a drink. Ya'ni o'sha nimadirimiz deyapti is a good place for drink. Ya'ni ichimliklar uchun juda ham yaxshi joy ekan. Nimadir. Tak. Xo'p, qanaqadir bir joy aytadi bunda. Tushunasizmi? Taxmin qilamiz, joy bo'ladi. Bu narsani tushundik. Nima so'z turkumi kelishini bildik. Joy kelishi mumkin. Joy deganda ya'ni nima kelishi mumkin joy deganda? Bizda bo'lishi mumkin. Restoranning balkoni bo'ladimi? Bilmadim, balkoni. Restoran, balkon. Bilmadim o'rtoq. Bo'lishi mumkin. Yozib qo'yaylik. Balcony. Yana nimasi bo'lishi mumkin restoranning joyi qanaqadir? What is a good place for a drink? Bilmadim. Unisini bilamadim. Lekin joy yuz foiz. Keyingisi. Paloma. Lokatsiyasi Bow Streetda. Next to the cinema. Sinemani yonginasida ekan. Endi nimaga bu narsa yaxshi deyapti? Food and good for sharing deyapti. Nimadir food deyapti. O'rtoqlar, menimcha bu sifat bo'lsa kerak qanaqadir. Va yana boyagi vegetarian food endi bo'lsa kerak o'rtoqlar ishda. Vegetarian food endi bo'lsa kerak. Ya'ni qanaqadir ovqatlar bor ekan va sharing qilishga ham yaxshi ekan. Bitta share deganda yana bo'lishasiz. Masalan, yoki o'tiring deysiz shunaqa. И bu yerda qanaqadir food, vegetarian bo'lishi mumkin yoki qanaqadir bir aytaylik internationallar balki yoki nationallar. Vegetarian misol uchun national ili xuddi shu narsa international bo'lishi mumkin. Bilmadim, taxmin ko'ramiz. Yo'qolib qoldi bu. Xullas shu. Keyingisi. Staff are very friendly. Yaxshi ekan ishchilari va need to pay 50 pound sterling deposit. To'lash kerak oldin $50, 50 funt sterling. Va limited selection of other food on the menu. Xo'p, yana bu yerda o'sha qanaqadir food deyapti, ya'ni sifat bo'ladi o'sha organic food bo'lishi mumkin, o'rtoqlar. Organic food ham bo'lishi mumkin-da bizda. Ya'ni tabiiy ovqatlar, organic. Ya'ni o'shanaqa ovqatlarni tanlash cheklangan deyapti. Tushunasizmi menyudagi? Bilmadim, misol uchun vegetarian, organic yana qanaqadir ovqatlar turini aytadi. Bu joyni aytadi, joyini o'zidan o'zi bilamiz, qanaqa qilib yoki spell qiladi yoki biladigan o'timiz bo'lsa o'sha o'zini yozib qo'yamiz. Keyingi misol uchun Ismoil restoranlar balki. Xo'p, keyingi lokatsiyasi endi qayerda? At the top of nimadir, o'rtoqlar. At the top of nimadir? Nimalarning tepasida deyapti, sanaladigan bir narsa bo'ladi. At the top of bilmadim, museum yoki at the top of a mountain, tog' tepasida yana nima bo'lishi mumkin? Shu qanaqa bir joy bo'ladi at the top of ili yo'q, shu
eshitamiz xullas qanaqadir sinonim deydi topga o'shani yozib qo'yamiz keyin. A famous chef, ya'ni bitta shef bor ekan u yerda, ya'ni nimaga taklif qilyapti? Juda mashhur shef bor ekan va all they are very good deyapti. Hammadir nimadirlar juda ham yaxshi ekan. Nimadirlar yana bu ham ovqatlar, ovqat o'zi ketdi menimcha, ovqat bo'lmasa kerak bu yerda. Hamma ishchilar tepada ham aytdi lekin bu yerda yana nima bo'lishi mumkin? Ko'rish kerak o'rtada. Keyingisi only uses some qanaqadir ingredientlarni foydalanadi. Faqatgina nimadir ingredientlardan foydalanadi. Healthy bo'lishi mumkin. Healthy ingredients yoki nima deyish mumkin. National local ingredients bo'lishi mumkin, mahalliy. Keyingisi set lunch costs va bizda lunch costlarimiz shu bitta seti aytadi nechdir per person deyapti. Bitta odam uchun nechdir funt sterling ekan. Undan tashqari portions probably of qanaqadir size o'rtada. Kichkina size bo'lishi mumkin, katta size bo'lishi mumkin, tushunasizmi? Yoki same size bo'lishi mumkin, bir xil size bo'lishi mumkin. Farqi yo'q, tushunasizmi? Shulardan bittasi bo'ladi. Endi eshitamiz. Bo'ldi, mana shunaqa tahlil qilib olasiz. Bu narsani iloji boricha siz tez o'qishingiz kerak. Men hozir gapirib berdim. O'sha miyamda borlarni ham aytib berdim. Iloji boricha bu narsani men o'zim miyada qilaman. Tez o'sha 30 sekund ham ketmaydi. Bir o'qib chiqaman, tez o'qiyman-da. 30 sekundlar ketsa ketar, lekin unda menimcha oshib ketmaydi menda. Iloji boricha shunaqa oshib olishga harakat qilmayman. Oshib olmaslikka harakat qilaman. Shuning uchun bitta eshitamiz. Hozir mana endi bir belgilab ko'ramiz endi. Listening test. You will hear a number of different and for restaurant. I've been meaning to ask you for some advice about restaurants. I need to book somewhere to celebrate my sister's 30th birthday. And I liked the sound of that place you went to for your mum's 50th. The Junction. Yeah, I'd definitely recommend. Mana uch boshlab Junctionmi deyapti. Ha, endi hozir lokatsiyasini aytadi, keyin bizga reasonni aytish kerak. Eshitib turing yaxshilab, e'tibor berib eshiting. That for a special occasion. We had a great time there. Everyone really enjoyed it. Where is it again? I can't remember. It's on Grayson Street. Only about a 2-minute walk from the station. Oh, that's good. I'd prefer not to have to drive anywhere. Qani 2-minute walk from the station dedi. Eshitdingizmi? 2-minute walk from the station. Remember. It's on Grayson Street. Only about a 2-minute walk from the station. Ko'rsa, 2-minute walk from the station. Nimaga sinonim bo'lyapti bu? Guys, nearga sinonim bo'lyapti. Qarang. 2-minute walk from the station. Ko'rsa, 2-minute walk. 2 minutlik yo'l deyapti. Bu degani juda yaqin degani stationga. Ko'rasizmi? Mana shunaqa keywordslarni topib qo'yishingiz kerak-da. Misol uchun hozir sizda near berib turib, stationni bermagan bo'lishi ham mumkin-da siz o'rtada. Stationni siz ham yozishingiz mumkin-da. Ya'ni mana shunaqa ko'rib ketirish kerak baribir. Umuman siz javob yozmasangiz ham baribir sinonimlarni yozib ketirishingiz kerak. Mana shunaqa kirish kerigacha. Ko'rasiz? Davom etamiz. Oh, that's good. I'd prefer not to have to drive anywhere. But I don't want to have to walk too far either. Yes. Aytyapti qarang, I don't want to walk too far either deyapti. Ya'ni ko'p yurishni ham xohlamayman deyapti. The location's perfect, but that's not necessarily why I'd recommend it. Bu lokatsiyasi yaxshi bo'lsa ham men bu narsa uchun rekomend qilmayman. Boshqa narsa bor, hozir yaxshi narsasi bor. The food's amazing. If you like fish. Qarang, topib qo'yibman-ku. Aytyapti, if you like fish deyapti. Agar siz fish yoqtirsangiz deyapti. Ko'rasizmi, hozir aytadi. It's probably the best restaurant in town for that. Mana best restaurant in town for that. Ko'rasiz, agar siz fish yoqtirsangiz, bu siz uchun eng zo'r restoran deyapti. Mana aytaman-ku, sizga bekorga emas-da. Guessingni bilsangiz, o'rtoqlar, o'sha bilasiz nima javob bo'lishini. Guessing yaxshilab rivojlantirsangiz, o'rtoqlar. Juda muhim bo'ladi. Juda qarang, bittasini topib qo'ydim-da. Bittasi guess уже. Ish bo'ldi javobimiz. Buni rangini tak qizil qilsak menimcha yaxshi. Ko'rdi? Fish. Bu bizda shu javobimiz fish bo'ldi. Like ga sinonim o'rtoqlar. Like ga sinonim bizda kinon bo'ladi. Like ga sinonim kinon bo'lar ekan. Ko'rdi? Kinonga like sinonim bo'ladi. Best restaurant deganda shu good ga olib boradi sizda. Especially lar navbar bo'ladi.
Keyingisi endi quite expensive eshitamiz. Nima deydi bunga? It's always really fresh, and there are lots of interesting dishes to choose from. O'zi bu yoqlargacha aldamaysiz, bo'ldimi? Siz o'zi bitta topdingiz javobingizni nima qidirayotganingizni bilasiz, o'zi bu yog'ini вообще nechta narsa aytadi. Shu bolalar bu yog'ini ham eshitadi, nimani olsam ekan deydi, tushunmay o'tiradi. O'sha aldaydigan joylarni ham biling-da, o'rtoqlar, sizni chavatadi ular. But all the food is good there. Is it really expensive? Is it really expensive? Savol beryapti. Sizga qimmatmi? It's certainly not cheap, Not cheap dedi. Mana o'sha quite expensive bo'ladi. but for a special occasion, I think it's fine. Special occasionlar uchun bu yaxshi deyapti. Hali lekin javobimiz chiqmadi ikkiniki. Hozir bu narxi haqida aytyapti. Endi bir linker aytadi-da, o'rtoqlar, keyingisi aytayotgan. Qanaqadir bir linkerdan foydalanadi. It's got a great atmosphere, Hop. and before dinner, you can go up on the roof and have a drink. Mana rufga chiqar ekansiz. Endi balkon emas, shu ruf ekanda. Boya o'zi kallaga kelib bir aytamadim. Ruf ekan o'rtoqlar. Nimaga ruf bo'ldi javobi? Qarang. It's got a great atmosphere, and before dinner, you can go up on the roof Rufga chiqa olasiz. Rufga chiqib, keyin nima qilasiz? and have a drink. Ana. Va u yerda bir ichimlik ichsangiz bo'ladi deyapti. Ya'ni good place for a drink deyapti. Mana ko'rasiz. Rufga chiqib, shu ichimlik ichsangiz bo'ladi. It's Right. really nice up there. Mana it's really nice up there degani goodga sinonim bo'ladi o'rtoqlar. Ko'rasiz? Really nice. Ga sinonim bo'ladi. Shu goodmi sinonim. Mana shunaqa qilib sinonim qilib ishlab topish kerak o'rtoqlar. Have a drink, o'sha for a drink sinonim bo'ladi. Tamam. Endi Palomaga o'tamiz. But you need to book. It's very popular as the views are spectacular. Sounds good. So Paloma. that's definitely a possibility then. Is there anywhere else you... Try Paloma? Where's that? I haven't heard of it. No, it's quite new. It's only been open a few months, but it's got a great reputation already. Hop. It's in a really beautiful old building on Bow Street. Wall Streetda sinemani yonida. Oh, I think I know where you mean. Right beside the cinema. Mana next to nima dedi? Right beside. Right beside the cinema dedi. Ko'rdingizmi? Beside degani o'rtoqlar yonginasida degani. Shundoqqina yonginasida deyapti. Ko'rasiz? Shundoqqina yonginasida nima bor bizda deyapti? Cinema. Next to ga right beside. Keyingisi. Yes, that's it. I've only been there a couple of times, Qanaqadir ovqat bo'lishi kerak endi bizda. but I was really impressed. The chef used to work at Don Felipe's, apparently. I was really sorry when that closed down. So is all the food they serve Spanish then? Yeah, you can get lots of small dishes. Ko'rsa, Spanish degan deyapti. O'sha ovqatlarni hammasi Spanish munda deyapti. Yes deb javobini brat tasdiqlab qo'yapti. Ko'rasiz? Ya'ni bizda Spanish food bo'lar ekan. Va good for sharing ga hozir aytadi. To share. Mana, просто share. Uni oldin yana aytdik mana. Lots of small dishes, isn't Then? Yeah, you can get lots of small dishes when that closed down. So is all the food they serve Spanish then? Serve degani o'rtoqlar bermoq, mana tortmoq degani. Ya'ni ular hamma tortadigan ovqatlar Spanishmi deb. Ko'rdingizmi? Yeah, you can get lots of small dishes to share, which always works really well if you're in a group. Worth thinking about. Yeah, Bo'ldi. Agar siz shu guruhda ishlasangiz, bu juda ham yaxshi ovqat siz uchun. Endi stavka o'tadigan bo'lsak. there's a lively atmosphere and the waiters are really friendly. The only thing is that you need to pay a £50 deposit to book a table. A lot of restaurants are doing that these days. I should have a look at the menu to check there's a good choice of vegetarian dishes. Eshitdingizmi? Vegetarian dishes bormi deb yo'qmi, bormi deb so'rayapti. Endi bizda agar o'sha limited bo'lgan bo'lsa, u narsani olamiz biz vegetarian. A couple of my friends have stopped eating meat. Not sure.
I'd say the selection of those would be quite limited. Yani selection of those would be quite limited. Shunday aytibdi. Просто ana sal parafraza qilib aytibdi. Selection of those would be quite limited. Ko'rasiz? Those deganda sizda o vegetarian deyishga ko'rsatib beryapti. Ko'rasizmi? Vegetarian deyishdi. Ya'ni bu narsa o'rtoqlar qarang. Muhammad aytib ketgan gapiga those deb aytib beryapti. Agar siz bu gapni eshitmagan bo'lsangiz, buni topolmaysiz. Tushunasizmi? Shuning uchun e'tibor berib eshitib o'tirish kerak. Mana o'sha nima qidirayotganingizni bilasiz. O'sha agar vegetarian deb o'sha bilgan bo'lsangiz, o'rtoqlar siz davni yozib olgansiz bu so'z. Tushunasizlar? Ya'ni oldindan bilish kerak juda ham. Biz boya aytdik vegetarian. Vegetarian dishes. Dishga sinonim o'rtoqlar. Food bo'ladi. Dishga sinonim bo'ladi. Dish ham ovqat degani, dish emas faqat. Keyin esa. Hop, tak 5 ga o'tamiz. Now listen and answer questions 5 to 10. Joy oti kerak bizga. I've just thought of another idea. Have you been to the Audley? No, don't think I've heard of it. Orderly eshitdingizmi nimadir o bilan boshlanadi. Hozir aytadi. Qani spell qilamiz. Bu unaqa qiyin bo'lmaydi spell. How's it spelt? Audley. You must have heard of it. There's been Oson aytdim. A bilan boshlangan ekanda faqat men O dedim, A ekan. Endi qayerda ekan joyini aytadi, lokatsiyasi, situated deyish mumkin. a lot about it in the press. I don't tend to pay much attention to that kind of thing. So, where is it exactly? Mana aytdi, where is it dedi. Where is it degan shu lokatsiyasini aytadi. Where is it exactly deb savol beradi sizga. Endi bu degani hozir joyini aytadi degan. O'shanda sergak tortish kerak shuni. Ha, hozir joyini aytar ekanda, bunda ruskiy shu sergak tortib eshitib o'tirasiz diqqat bilan. It's in that hotel near Hotelda nimadir tepasida bo'lish kerak. Baxter Bridge on the top floor. Hotel ekanda javobimiz. On the top floor dedi-yu. Top floor deganda on at the top of ga sinonim bo'lyapti. Nimani top floorida aynan bu? O'sha hotelni top floorida. O'zi mana bu o'sha bir hotelni, bitta hotelni tepasida ekan. Ana yonidagisi ko'chasi nima, joyi nima, nimadirni aytdi. Otini aytdimi, xullas ko'chani aytdimi shunaqa. Lekin shu joyimiz bizni imенно nimani tepasida desangiz, hotelni tepasida deb olasiz. O'zi. Keyingisi endi reason for recommendation. Nimaga recommend qilyapti? Famous chapter va nimadirlar, hamma nimadirlar juda ham yaxshi ekan. Oh, the views would be incredible from up there. Yeah, I'd love to go. I can't think of the chef's name, but she was a judge on that TV cookery show recently. Ko'rdingmi? TV cookery showda, TVda, televizorda chiqibdi o'sha. And she's written a couple of cookery books. Oh, Angela Frain. That's the one. Anyway, it's had excellent reviews. Excellent o'rtoqlar. Excellent deganda very good ga sinonim bo'ladi. Excellent. Nima yana? Nima excellent bo'ldi bizda? That's the one. Anyway, it's had excellent reviews from all the newspapers. Reviews o'rtoqlar. Ya'ni u haqida berilgan ma'lumotlar, ya'ni u haqida har xil tekshiruvlar bo'ladi-ku, o'sha tekshiruvlardan hammasidan zo'r o'tibdi, yaxshi o'tibdi. Ya'ni u haqidagi berilayotgan ovqatlari zo'r, ya'ni u yerdagi o'sha servisi zo'r, joylari yaxshi deb o'sha hammasi reviewsga kirib ketadi. Ko'rdingizmi? Ya'ni bu yerda very good ga sinonim bizda excellent bo'ldi. Keyin tepada javobimiz reviews bo'ldi. Reviews ko'plikda eshitgan bo'lsangiz, mana shu s tushib qolsa ham xatoda. Chunki bizda bundoq qarang, arda otdi. S-ni olib tashlasangiz ham xato bo'ladi grammatически. Keyin all degan. Keyingisi endi. Va nimadir only uses qanaqadir ingredientlar. Faqatgina nimadirlardan foydalanadi. That would be a memorable place for a celebration. Definitely. Obviously, it's worth going there just for the view, but the food is supposed to be really special. Ovqatimiz special bo'lyapti. Nima yana qanaqa bizda special ingredient degani yo'q hali lekin. She only likes cooking with local products.
Ana, qarang, local products dedi. Boya aytib ketdim-ku. She only likes dedi. Only likes deganda o'sha only uses bo'ladi. Ya'ni local products bo'ladi. Ko'rdingizmi? Local products degani o'rtoqlar ingredients degani, products degani bor-ku. Ingredients olib kelyapti. Doesn't she? Yes. Everything at the restaurant has to be sourced Birat eshitgan bo'lsangiz, yes deb tasdiqlab qo'ydi. Javobi shunday local bo'ladi mana. Local products, ingredients. within a short distance and absolutely nothing flown in from abroad. I Bo'ldi. U bizda abroaddan hech naqa ovqat kelmaydi, faqat local ekan. Shunisi absolutely nothing dedi. Shu onlyga yana urg'u beryapti. Endi necha pulligini aytadi bizda. imagine it's really expensive though. Well, you could go for the set lunch. Set lunch qancha? That's quite reasonable for a top-class restaurant. £30 a head. 30 pounds. 30lardan sal balandroq ekan. In the evening, I think it'd be more like £50. At least that, I should think. But I'm sure everyone would enjoy it. It's not the kind of place you O'sha 30 pounds bo'ladi-da. Ba'zi paytlarda o'sha necha puldir dedi, ikkinchisi, lekin bizda asosan o'sha 30 poundsdan boshlanadi. 30 poundsdan ketarkan. Ya'ni 30 pounds, 30 ni o'zingiz yozib qo'yasiz. Yonidagisi shunchaki siz chalg'itib tushunberdi u narsani. Mana shunaqa chalg'itadiganlarni bilish kerak ekan. Keyin, 30 pounds ahead deyapti-yu o'rtalar. Mana ahead degan mana sal noto'g'ri endi debdim. 30 pounds ahead deyapti. Bitta bosh uchun deyapti. Tushunasizlar? Ya'ni bitta odam uchun degan ma'noda sinonim bilan. Per personga bor-ku, o'sha ahead sinonim bilan. Bo'ldi, mana shu 100% 30 bo'ladi. Ikkinchisi shunchaki siz chalg'itdi. Endi portionlarimiz probably of qanaqadir size. Size endi kichkina katta mana shunaqa bo'ladi-da. Yoki bir xil. be feeling hungry though, is it? With tiny portions. No, the reviews I've read didn't mention that. Hop. I imagine they'd be average. Well, that's Ko'rsa, average bo'lar ekan, o'rtacha bo'lar ekan. Va qiz aytdi, tiny portion bo'lsa kerak dedi. Bilmadim dedi, lekin men o'qiganlarimdan kelib chiqsa, ular o'rtacha bo'ladi dedi. Average bo'ladi. Ko'rsa, average degan o'rtacha portionlarimiz. Shunaqa guys, mana shunaqa qilib topaverasiz-da o'rtalar. Mana endi sal qizil qilib chiqaylik to'g'ri javoblarimizni, ya'ni qizil emas, nima? Rangini o'zgartirib chiqaylik. To'g'ri javob, bilgan javoblarimizdan ajralib turadi. O'chib ketmasa bo'ldi. Amazing average'imiz esi ko'rmay qolibdi. Vegetarian bo'ldi. Men qiziq qoldi. Spanish ham qiziq qoldi. Keyin qaysi bor edi? Roof bor ekan. Hop. Average to'g'ri yozib olaylik boshqatdan. Hop, yana shunaqa olib qo'yamiz. Plastik. Bo'ldi. Endi bir tekshirib ko'ramiz buni. Bo'ldi, shunaqa qilish kerak ekan o'rtoqlar. Mana shu sinonimlar hammasi 100% menimcha javoblari hammasi to'g'ri bo'ladi. Menimcha emas, 100% bu javoblari. Tak. Ko'rib chiqamiz. Qani, test 1 bo'lsa, mana javobi birinchisi mana. Fish. Tak. O'ziga to'g'rilab ketaveramiz. Bizda bu yerda ham fish edi. Ikkinchisi roof. Fish, roof, Spanish to'g'ri qildik. Keyingisi nima edi? Vegetarian qildikmi? Spanishdan keyin vegetarian to'g'ri bu ham. O'ziga bu yerga qila qolaylik. Fish to'g'ri, tak, roof to'g'ri, Spanish to'g'ri, vegetarian to'g'ri. Keyingisi oddly. Oddly to'g'ri bu ham. Hotelmidi keyingisi? Hotel reviews local. Hotel reviews local. Imamisi 30 ekan, oxirgisi average ekan. 30 average. Tamam o'rtoqlar, ko'rdingiz, 10 tadan 10 ta. 10 tadan 10 ta biz. Mana shunaqa qilib ishlaysiz o'rtoqlar. Mana, qilayotganingizda ham xuddi shunaqa qilib ishlashingiz kerak o'rtoqlar.
Prosta mana listening beriladi sizga, ushiga beriladi listening. O'shanda siz ko'pchilik o'quvchilar unaqa qilishadi, yechishadi, keyin tahlil qilishadi. Unaqa qilsangiz ham bo'ladi yoki prosta yechib turgan joyingiz o'zida tahlil qilib ketsangiz ham bo'laveradi o'rtoqlar. Siz chunki o'stirish uchun ishlayapsiz, o'sha bilimlaringizni, skilllaringizni yaxshilash uchun ishlayapsiz o'rtoqlar. Shuning uchun mana shu yechib turgan joyingiz o'zida tahlil qilib ishlasangiz, menimcha foydaliroq bo'ladi. Chunki ko'rganman-da, ko'p o'quvchilar qiladi, qilib bo'lgandan keyin tahlil qilmaydi. Tahlil qilsa hamchi faqat o'sha javob, noto'g'ri javobni o'zini tahlil qiladi. Men tarafdoriman 100% hamma savollarni, undan tashqari savol bo'lmagan joylarni, mana bunaqa joylarni ham tahlilini qilib chiqish kerak deb o'ylayman. Agar maksimum foyda olmoqchi bo'lsangiz berilayotgan praksisdan, tushunasizmi? Shular bo'ylab, shularni topib o'rtoqlar, mana shunaqa qilib sinonimlarga ishlabgina siz o'sasiz. Bunaqa sinonimlarga ishlabgina o'sasiz. Bo'lmasa, o'sish qiyin, bitta joyda stak bo'lib qolaverasiz. Ko'rdingizmi? Mana biz nimalar qilib tashladik mana bitta. Sinonimlarni yozib chiqdik har bitta so'zni. Даже kerak emas joylarni ham sinonimlarni yozib chiqdik o'rtoqlar. Xuddi shular sizga ishlaydi ertaga 100%. Foyda beradi mana shular o'rtoqlar. Mana aytdi deysiz. Mana shunaqa qilib ishlash kerak o'rtoqlar, xullas. E'tiboringiz uchun tashakkur o'rtoqlar. Keyingi ko'rsatuvlarimizni ko'rishguncha, keyingi safar yana boshqa videolarga chiqib beraman. Ya'ni multiple choice, matchinglarni, summary'larni ko'rib beraman. Qanaqa ishlashlarini ham ko'rib bittalab yechib chiqaman. Lekin siz asosan o'rtoqlar ko'p narsada bir xil ko'p nima deydi? To'g'ri topishimiz asosan bizga borib taqaladi. Mana shu vocabularyga taqalar ekan o'rtoqlar. Shu vocabularyni yaxshi yodlayvering siz. Bu yog'i keyin o'zi yaxshi o'qiy turadi. Mana men o'rgatayotgan narsalarni qilib boraversangiz, xudo xolasa yaxshi balla olasiz. Ciao guys. Vaqtingiz uchun, ketkazgan vaqtingiz uchun rozi bo'lasizlar. E'tiboringiz uchun tashakkur. Sizlar bilan rollarda Shohrux bo'ldi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha.